Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Dildoros kanalining kuzatuvchilari. Bugun 2025-yilning 23-dekabr sanasida Xudo xohlasa mana Orom bozoriga qarab keldim. Xo'jayinim bilan ikkalamiz ish bilan kelgan edik, o'zimizning shaxsiy ishlarimiz bilan. Keyin men aytdimki, dadasi men Orom bozorini aylanib turay dedim. Xitriylik qildim-da, to'g'risini aytaymi? Xitriylik qildim. Mana shu birinchi darvozadan kira qolaylik. Aylanib turay dedim. Siz ishingiz bitguncha mashinada kutgandan ko'ra deb hozir Orom bozoriga mana bismillahirrohmanirrohim bir narsalar xarid qilmoqchiman. Idish tovoq magaziniga boramiz. Idishlar anosiga keldim men. Nima deydi? Idishlar qatoriga o'sha o'zim kiradigan magazin mana ekan. Adashmasam. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keldik-da mana. Qarang, martinkalaringiz qayerda? Rosa shoshilayotgandim. Martinka bilan pechonitsalaringizni ko'rsating, qayerda? To'g'riga. Rahmat, o'zi yaxshimi? Bayramlar bilan. Martinka. Mana ikki xil varianti bor. Chota buningizni Bundan bor, keyin mana bundan bor. qancha bu? Bular 125 mingdan qilib beramiz. Mana Butun narxlari. qarang-da. Mana bunaqa bo'ladi-ku, inosi yo'q, nima deydi? Ha, oppog'imi, yodvisimi? Yo'q, oppog'i tekisi. Oppog'. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana. Ana shuni. Bundan debsiz. Ha. Mana shu. Bilganlik jon. Bu nechta bor bunda? 6 ta. Yana keladimi? Qancha bu? 120 ming zarligi. Hozir shu 6 ta qolganmi? Da. Bu zari o'chib ketmaydimi? Tilla-ku bu. Qarang, bu tilla, mana bu pudra. Ha. Tushuningizmi? Mana bu tilla zar yaxshi bo'ladi. Sifatsiz bundan hozir tugagan. Men o'zim shundan ishlatyapman-da, singlimga sovg'a olmoqchi edim. Bu tilla baraka topasiz. Endi siz meni aldamaysiz-ku. Shu 6 tani bo'lsa ham berasizmi? Bundan debsiz. Siz 6 ta qilib bering. Martinkalar, mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir podrobno obzor qilishga vaqt yo'q, lekin mana bundan olmoqchiman, o'zim ishlataman va singlimga ham shundan sovg'a, to'g'risini aytsam, maftuna buyurgan shundan. Ishlang. Shu bir xil, ha? Shundan bering, keyin menga ana bering. Pechonitsalaringiz qayerda? Qaysi tomonda? To'g'riga? Voy, mana idishlarni qaranglar, endi buni hozir mana pechonitsa qayerda? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bu bor. Boltligi 50 ming so'm turadi. Qarang, bu taglari vaqt o'tgan sayin o'chadimi yo'qmi, shuni ayting. Yo'q. Masalan, Bunday. grubi 3 yil ishlatasizda. Keyin mana bu model bor, teshishali, narxi hozir aksiyada 25 ming turadi. Oyi 210 Yo'q, ming berasiz. buni manera Ajramaydimi? Yo'q. O'sha 210 ming bo'ladi, 200 mingga 50 qancha? ming turadi. Bu bantichaligi. pechonit anaqa yana qanaqa variant bor? O'z pechonitsa olishim kerak men. Pechonitsa o'zi juda ko'p. Sizga maslahatim, mana bundan olsangiz ham bo'ladi, 4 dona maslahat. 4 tasi podarkaga zo'r, 25 ta 100 ming so'm bo'ladi. Agar masalan Yo'q, podarkaga o'chib ketmaydimi? Hagi. mana buni aytyapsizmi? Mana bu yeri ajramaydimi? Endi bitta narsada unda 200 gramm narsa turadi. Uncha ko'chmaydi. Yo'q, prosta Solid eri gold, mana bu hammasi tushmaydimi yo'q, deyapman. yo'q, Yo'q, mana boltlik deganingizga bunga qiziqyapman, faqat mana bu yeri nima bo'lmaydimi? Endi Eshitdim axir. qilmaydimi? Xohlang bundan oling, xohlang bundan oling. Hech qaysi ko'chmaydi. Bu ko'chgan bo'lsa boshqa yangi beramiz. Har xili bor. Buchi.
ular 100 ming turadi. Bu faqat anaqa ekanda, bu ham mana bularning hech farqi yo'q, a? Undan ko'ra sizga ko'proq mana bu ko'p trenddek ko'p bitta tegi shisha-ku stolda chiroyli turadi. Temirga nisbatan. Hatto temir xohlasangiz temir beraman. Aracham 80 ming. Xo'sh. Bu modellar. Hozir 25 ming so'mdan yangi yilgacha 31-dekabrgacha 25 ming qilib qo'yganmiz narxini. Mana uni 50 ming deyapsizmi? Ha, bu 50 ming so'm turadi. Bu tegi temir. Xohlasangiz bundan qilib beramiz. Shuni narxda qilib bersangiz bo'lmaymi? Yo'q, chunki bu qimmatroq. Endi yangi yildan keyin buni ham aksiya qilarsiz balkim. Yo'q. Katta partiya olib kelamiz, arzon qilib qo'yamiz. Bundan ham olib kelganmiz, bu o'zi qimmat kelganda, apa? O'shaning uchun. Bular ham vaqtida 75-80 ming sotilgan. Buni mana bu tagi o'ylantiryapti. Hozir sraz kommentariyada ishlatganlar yozadi. Tagi o'ylantiryapti buni mana zanglamasligi. Mana bu yeri yaxshi, boltli. Uni aneri o'ylantiryapti. Endi siz sotuvchisiz o'zingiz aytishingiz kerak-da menga. Men doim kelaman-ku. Qarang, kimdir mana bunaqa klassikni yoqtiradi, tegi shishani yoqtiradi. Kimdir o'sha asosan o'zi mana bu ko'proq xizmat qiladi, sinib qolmaydi, tushib qolmaydi kiligi deyishadi. Buni xohlashadi. Endi tanlov o'zingizga qo'yiladi. Baquvvatroq desangiz, temir xohlasangiz buni beraman. Masalan, ikkalasi ham ishlash vazifasi bir xil. Bu shishali variant, kili bo'lganini hisobiga bu arzonroq chiqadi. Lekin kimga qanday, ha. Lekin stolda shisha bagatiroq turadi. Stol ichida. Temir xohlasangiz temir. Bo'ldi, o'shandan bering bo'lmasam. Ha, men 4-8 ta berasiz o'shandan. Bo'ldi, o'shandan qilib beramiz. 8 ta bering. Martinkani berish uchun 8 ta. Yo'q, Martinkani ham berasiz. Ha, Martinkani ham berasiz. Yangi mana ular kiygan. O'lsin, shundan olyapman. Nima desalaringiz. Mana haligisimi? Nima? Bu platino varianti. Usti bo'yalgan bo'ladi. To'g'risini aytsam vaqt. Yana bir agar kiyganimda yoki qo'shni magazinlarda yo'qmi shundan topib bersangiz, boyagi o'zingiz Martinkangizdan yana 6 ta. Ancha bozorda yo'q, chunki anchadan biri uzilib qoldi-da bu. Yo'q, hali kiymay qolsa edi keyin. Yo'q, undan qilib beramiz. O'zingiz qilib berasiz. O'zimiz qilib beramiz, xudo xolasa. Hozir mana modellarimizni kuzatuvchilaringizga ko'rsatsangiz bo'ladi. Qancha bu? Hozir trendga chiqdi. Sifati moshni. Narxini 1,6 million dan qilib beramiz bu modellarni. 1,6 2 million sotilyapti. Nimalar bor? Nechtalik nima demoqchiman? Jami 2 ta mevasi, 2 ta shokoladi, 8 ta chaqi bor. Sifati moshni Beliza firmaniki. Buni rasvidkalari. Shu Beliza firmangizni boyaganisi yo'qmi? Martinkasi. Nima? Nima? Pechonichasi aytyapsizmi? Boku boya ko'rsatdim-ku, temirli dikkanim Beliza bo'ladi. Qaysi temirli? Bulardan o'tgan yil emas, undan oldingi yili men mana bunaqa idishlarni olib ketgandim. Bilasizlar. Buni rasvidkalari 3 xil rasvidkasi bor. Keyin mana bu modellardan kelgan yangi modellar. Kachitvalari bomba. Bu qancha? 1,6 million dan qo'ydik narxini. 8 ta chaqi, 2 ta shokoladi, 2 ta mevasi bor. Buni yodiviy variantlari ham kelgan. Keyin hozir juda trendga chiqdi mana bu modelimiz. Juda chiroyli. Sifati zo'r, narxi 1,6 million so'm. Buni yana bitta modeli bor, tillasi. Tilla modeli. Hozir bu anaqa ekan, serebristimi? Ha, bu platino, kumush rang. Keyin mana bu ko'pchilik so'raydi. Podelka bo'lmasa, Qolsa hozir. Ha. 8 ta. Martinka. Qara. Pechonitsa. Sizga ishonib olyapman. Bilasiz, men tez kelaman. O'zimga 4 ta, singlimga 4 ta. Nahotki shu boyagi yana Martinkangizdan yana 6 ta chiqmasa, Isman. Mana bunaqa donalilar ham bor. Mana Martinkalarning har xillari bor. Mana Martinka, mana bundan olyapman men, mana bundan. Juda chiroyli shu. Yana va'da berishyapti, o'zlari olib kelib beramiz deb. Qarang uka.
Qarang, menga mana Martinkani olavering. Yo'q, mana 12 ta chiqdi. nima? Martinkiz. O, uncha yaxshi. O, ana bor ekan. Mana, hammasi butunmi sovg'aga bu? Mana keling. Tekshirib beraman. Mana shu firma yaxshi firmada. Bular original firma, tozasi. O'zim shundan. Bor ekan mana. Xudoga shukr. Xudo degan odam ekanman-da. Ha. Mana. 12 dona chiqdi. Xuddi shundan o'zimniki. Juda chiroyli turadi. Bijir-bijirdan. Buni bog'laysiz endi boyagi nimadan? Endi tuchonisadan 8 dona. 4tasini alohida bog'lang. 4 ta alohida. Alohida, chunki aytdim-ku sovg'aga mana komplektlar. Mana banan nima ekan bu? Mana qancha sizlarga yangi yil oldi, o'zimni nima deydi, foydam tegsa, shuncha xursandman. Bu nima? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bayramlar bilan endi kelayotgan. Bu mana bananlar shodasi qancha? Mana bu. Bananın şodasini 1.300.000 lira. 1.300.000 bu nima? Ker anavmi? Chinni og'irmi? Og'ir ekan bu. Bu bunaqalar solishga. Gulgami? Yo'q-e. Menimcha buni baribir oshxonaga qo'yasiz, ha? Ha, oshxonaga mosda baribir bu. Yuring menga endi bir nimalarni, narxlarini aytib yuboring. Chunki sizlarni rosa ko'p odamlar kuzatadi bu. 13-qator 16-do'konmi? Ha, уже yod bo'lib qoldi menga. 13-qator yangi yil oldi kelaverasizlar. Narxlarni kelishtirib beradi, boyagi nimalarni narxini rosa pechonisalar narxini tushirib yuboribdi. Menga narxlaringiz yoqdi. 25 ming. Ha, 20 shunaqa olyapman hozir. Mana bu yerda bunaqa idishlar ham bor ekan. Serdichka. Qancha bu? 45 ming. Kayfiyat. Bolalarga, uyga, oshxonaga. Bu 120 mingmi 6 tasi? Bu 150 mingmi? Baribir men olganim chiroyli. Bo'ldimi? Tayyor. Pulini aytasizlar endi. Shu idishlarga kirsam hech chiqqim kelmaydi-da. Ana bolani orqamdan kelib, o'zim yana nari qarab yurib ketyapman. U aken firmaning narsalari. U aken mana bu meni idishimdan. Mana buni narxi qancha bo'ldi? Men 2 yil oldin olgandim. Avval mana bu. Mana bu. Xudo berdan narxini ayt. Xudo berdan apellarga qarab. Yulduz. Seven sa'atchilarga qarashma. Mana bu narxi. O'zim oldim bir paytlar. Baribir ham yaxshi narsa, baribir ham narxini turaverar ekan, ha? O'zim oldim-da. Mana bu modellarimiz bor, bu ham zo'r, 850 ming. Buchi kulrang. Mana bu modelimiz ham zo'r. Bular 1.5 million turadi. Buni arzoni ham bor. Arzon variant-a. Ili keyin mana bu modellar bor. Qaysi chiroyli chiqib bilan shu. Sifatlari zo'r. Bular 2.5 milliondan. Keyin shularni mana bulari bor, 1.200.000. Xuddi o'sha oqti modelidan Anasi sort pasmi? sortida farqi bor. Ko'rinishi modeli bir, narxlari har xil. Keyin mana bunaqa Xitoyda original idishlar kelgan. Bu ana shu yoqdi Bir menga rosa xillikdan oshxonaga. zerikkan klientlar uchun alohidadan. Keyin mana bu modellarimiz ham naborda kiydi. Bular ham rasprodash narxda beriladi, donaga sotilyapti. Qancha donasi ayting-da? Mana shuni donasi 65 ming turadi. 65 ming ekan. Sifati zo'r lekin. Bu mana uni narxini aytmadingiz-da, mana shu narxini hozir aytmadi deydi. Qarang, mana buni narxi bu donali. Aha. Primerni 1.5 million, 2 million atrofida bo'ladi 6 6 kishilik. kishilik, ha? Sifati zo'r lekin. Buni har xil formulalari bor. Mana bu modelimiz bor. Kачествоsi zo'r mana shu modelimiz. Tagini bir ko'rsating bilmas. Xitoy mahsuloti zo'r. Bularchi? Mana o'simi? Aksesuarlari bor. Zo'r-ku. Kачестволari zo'r.
Yangi yil oldi kelaverasizlar. Narxlarni kelishtirib berasiz-da. Narxlari chiroyli qilib beramiz. Kelishtirib Xudo berasiz. xolsa assortiment 13-qator yana qaytarib aytyapman, 16-do'kon. Trend posuda. Bu shtuchniy variantimiz. Bu ham original chinni. Bu posuda moykaga ham, mikrovolnovkaga ham bo'ladi bu idish. Chidamli. Ha, chidamli sifati bor. Bu 17 xil narsa bor. Kimga kerak bo'lsa, nimasidan desalar, hamma narsasi bor. Qo'shimcha terib olsangiz bo'ladi. O'zi 6 kishilik naborda qancha chiqyapti puli? Endi bu donagada Donagami, ha. 1 million 800 ming atrofida bo'ladi 6 Sifatiga taliga. javob Sifatiga berasiz. javob beriladi. Buni 2 xil modelini olib kelganmiz, bu modeli ham bor. Zo'r. Keyin buni limonda yana yangi modeli bor. Limon model xohlagan mijozlarimiz uchun. Limon varianti. Bular ham donalabmi? Bu ham dona. Endi men buni 6 kishilik qilib olib kelganman, dona qilib emas. 6 kishiligi gidita 1,5 million atrofida bo'ladi. Chinnisi yaxshi. Chinnisi toza, original chinni. Ana prostoy emas. Ili bunga qo'shimcha hozir yangi yilga hamma salatlar qiladi. Salat nitsalar juda ham ko'p, assortiment juda ham ko'p modellar kelgan. Bu model, mana bu model, Qancha ushlaganingiz? bu model. Mana Narxini bular aytib- 65 ming. Ha, o'ta qimmat emas ekan-ku. 85 ming. Mana bu modelimiz bor. Bu 85 boyagi ming. anolarga tushib ketaveradi-da. Ha, nabor. oq komplektlarga? Naborga moslab ketaveradi. Keyin bu modellar bor. Mana bu modelcha bor. Bu yangi keldi, ixcham model. Bir xil. Salatlarga chiroyli Buni qo'pol deyishadi. Shunga moslab mana buni olib kelganmiz. Qancha bular narxini ayting? Bular 70 mingdan turadi narxi. Keyin mana bu modelimiz bor. Bular mana shu modelimiz aksiyada. Silliq. Qarang, bular 85 sotilgan. Aksiyada bularni 50 ming qo'yganmiz narxini. Sifati zo'r. Eshityapsizlar, hurmatli jizzaxliklar. Zafarobod, Do'stlik, Gagarin, Forish, Baxmal, Zomin. Bu modellar bor 50 ming so'mdan. Sifati moshni. Bu rangchasi bor. Sizni rosa kuzatadi odamlar, bilasizmi? Nimangizni? Bu qancha ekan? Bu modelchamiz bor 50 ming turadi. bu ham. Yashil nimadagi komplekt olganlar bor-ku, yashil. O'shanga bu tushadi. Keyin Mana shu mana bu tushadi. modelimiz shunday ochyapti, shunday tugayapti. Bu modelchamizni ham obzor qilaylik. Mana bu modelchi ham juda ham ajoyib. Kачестволari Ranglari zo'r. silliq. Taglari silliq. Originalli. Narxi 50 ming turadi. Eshityapsizlar-ku, kelaverasizlar mana 50 mingdan. Hozir endi mana bu yaltiroq, mana bu yaltiroqlari nima deb aytiladi? Nima qilingan? Lakroni bular uchmaydi. Yo'q, demoqchimanki, quyuq qilingan-ku, bunday nomiga chizilmagan, Bu o'sha, demoqchiman. O'shani 50 mingga arziydi demoqchiman. Puliga arziydi. Puliga arziydi. O'shani aytmoqchiman. Men tuzdonlardan ham kelgan. Bular hali vitrina ham qilmaganmiz. Bu tuzdonlardan ham. Ular kelgan. qancha o'sha tuzdoningiz? Bu tuzdonlarimiz Shunda obunachilar sirazi. 200 ming atrofida bo'ladi narxi. Hali ana qo'yilmagan. Keyin kuzatuvchilaringiz mana brendli narsa xohlasa, Smekda hamma narsasi kelgan. Luks Bitta varianti. pichoqni olib ko'rsating-da. Smek bu zo'r narxi $100 turadi. Bu Xitoydagi original emas, lekin birga bir ishlangan, sifati yaxshi. Bularning original variantlari Qancha turadi? gidita $240-220 turadi. O'shani luks varianti Xitoy ishlab chiqargan, sifati zo'r Smek $100 turadi. Bu ham qimmat deydigan, Choyniga ham bormi? hamma narsasi bor bularning alohidadan. Masalan $130 tosteri, $120 Toster tifali. olishim kerak men. Keyin bu modelni qimmat deydigan mijozlar uchun Uakin brendi kelgan. Bu ham hozir juda ham trendda Uakin ham ketyapti. zo'r. Kачествоsi zo'r. Uakinning anaqa skоворodka anaqalar ham bor-ku? Ha, hamma narsasi bor. O'tgan Komplekt. safar kelganingizda ko'rsatganman sizga. Shunday, o'tgan O'shani safar naborlar. obzor qilganmiz. To'ppa-to'g'ri. O'shani naborlar. Yangiliklar Mana zo'r. modellar kelgan. Neobычный choynaklar xohlaganlar uchun. 190 ming ekan. Ichini bitta ko'rsating-da shuni. Biz endi ana qilmaysiz-da, biz ayollar shunaqa. Ha, mana setchni. Baramikimi? Ko'kmari. Choyni mana shular issiq saqlaydi, bilasizmi? Buni ana tepada ushlayotgani ham bor edi. Undan hozirgacha Qomatda? qo'yilmabdi. Uni 3 xil rangi bor. Tak. Qorasi bor, nerjovikasi bor, tilla rangi bor. 3 xil modeli bor. Mana bunaqa formulada bo'ladi. Shuni temirligi bo'ladi. Nerjovika rangi bor, tilla rangi bor, keyin qora rangi bor.
Kukmara rosa materiallari ana o'zi kengayib ketdi-da, Ha, kukmarani- shishalar ham chiqaryapti ekan o'sha. shunday. Keyin hozir mana bunaqa aksessuarlarimiz kelgan. Buni oppog'i bor. Bu yodiviy varianti. Sifati zo'r. Narxi 325 mingdan turadi. Bular ham aksiyaga qo'yilgan narxlari yaxshi. Keyin mana bunaqa telechkalarimizni narxlarini aytib o'taylik. Bu modelimiz optim narxini 1 million qo'yganmiz. Ulgurib qolsalar bo'ladi, narxini tushirganmiz. Panellari baquvvatmi? Sifati moshina. Bu profil. Yaxshi material. Buni yana tashqariga qo'yganmiz. Rasvidkalari ko'p. Endi aytmoqchi, boshqa ranglari ham bormi demoqchi edim. Buni bu qora, hozir ko'p model shuni xohlabdi. Buni oynali varianti ham bor. Yaxshi. Salatda ili mana bunaqa har xil Bular assortimentlari boshqana bor. bopa endi. Da. Qancha? 25 mingmi? Yo'q, u 85 Ha, ming. ko'zim ana. Bu Bundan materiali bor. nima? Chinni bular. Bu rasvidka juda ko'p. Bu modeldan bor. Albatta ushlab ko'ring. Chinnisi zo'r. Zo'r, silliq. Kiysang to'ymaysan-da. Mana bu modellarimiz ham kelgan. Bunga nima solamiz? Bu anonga. Duxovkaga pishiriqlar uchun. Issiqni ko'taradi. Hey. Ko'taradi. Ha. Issiqni. Bunaqa to'rtnichalar kelgan, hozir trenddagi model. Bu ham zo'r. Tortni kesmay tomosha qilib o'tiramiz. Qancha ekan u? Bu 350 ming turadi. Mana bu modelimiz ham bor, salatnica, alve salatlar, nima deydi, karamli salatlar bo'lsa, bariyli salatlarga juda ham zo'r. Chiroyli turadi. Formulasi 2 xil varianti bor. Qancha? 150 ming so'mdan qo'ydik narxini, qimmatrog'ida. Optimum Nimasi 150. juftimi? Ikkitasi. Ikkitasi 150. Jufti 150 ming ekan. Bu bunaqa modelimiz ham kelgan, aksessuarlardan. Bu ham juda ham zo'r. Boshqa joyda ko'rmaysiz bunaqa narsani. Qancha bu? Bular 450 ming turadi. Keyin buni mana bunaqa modeli. Mana bu bunga mos ekanda. Da, shunga mos. Mana bunaqa modeli ham bor. Assortilar uchun 300 ming turadi narxi. Og'irmi? Yaxshi, Baquvvatmi demoqchiman. Keyin shu modelni mana bunaqa anaqasi bor. Pichonitsasi bor. Bular 250 mingdan turadi. Sifati zo'r buning. Yaxshi. Keyin mana bu modelimiz ham bor. Bu yil juda ham trendga chiqqan model. Sifati juda zo'r. Qancha? 450 ming turadi. Kачествоsi zo'r. Chinni. Chinni. Keyin mana bu modelimiz bor. Buni hamma narsasi kelgan, hali vitrinaga qo'ymagan biz buni. Buni martinkasi bor, bakali bor. Grafin nabori bor. Komplektmi yoki alohidami? Yo'q, alohida biz endi nabor qilib ham sotsak bo'ladi, alohida sotsak ham bo'ladi. Kачествоsi zo'r. Qancha? Sifati zo'r. Buni narxi 160 ming turadi. Mana bunaqa bakalarimiz kelgan. 120 mingdan. Buni ham rasvidkalari juda ko'p. Sifati zo'r. 120 ming, 6 tasi 120 ming. 6 tasi 120 ming. Mana uningiz ham chiroyli ekan. Bu qancha? Mana shu model ham zo'r, novinka, yangi keldi. Bular 1 million 200 qilib Qarang, beramiz. zarrini quyuqligini. Sifati juda zo'r. Bular 1,5 million sotilgan. Vaqtida. Vaqtida 1,5 million sotilgan. Buni sizning obunachilaringizga 1 million 200 dan qilib beramiz. Sifati juda zo'r. Laklari ham juda zo'r. Kelaverasizlar. Kilovrasizlar. Bu bir zo'r, ana u tomonda ham to'la gulchaliklar, bir narsalar ko'rinyapti. Meni narsam o'radilaringizmi? 9 o'zimiz bor. Kanal. Instagramda kanalimiz bor. Trend Pasuda. Desa chiqadi. Ha. O'zlaringiz bemalol tushuntirib, anaqa qilgansizlarda. Bo'ldi, 4tadan. 4ta. 2 3 4 kelyaptimi? Men aytdim yana mana 13-qator, 16-do'kon deb aytyapman. Mana bu yerda mana bunaqa dekorativniy nimalar, gullar, vazalar. Ana qulpinayli anoningiz qancha ekan vazangiz? Mana modellarimiz bular $100 sotilyapti. Material nima ekan uni? Chinni material $75 qilib beramiz. Kelsa kelishtirib berasiz, to'g'rimi? Shuni bog'lab bering birdan ketishimga. Uni tekshirishimiz kerak edi-ku. Qabul. Bo'ylab turing. Mana bu komplektingizni aytib boring, shuni turgan joyingizda. Qaysi bu? Mana Mana shu modelimiz 3,5 million turadi.
Buni qo'shimcha zo'r narsalar kelgan, aksessuarlari. Mana bu modelni ham Shundanmi shu? bunachilaringiz yo'q. Bu boshqa modeli. O'sha firmaniki narxi bir xil. Nega buncha bu qimmat? Shular Bular o'zi qimmat brend. Ha, mana orqalarida Original firmaniki. Ko'z original Golden House. Chinnilarimiz har xil 800. Endi kelishiga ham qaraysizlar-da, to'g'rimi? Ha, buni narxlari boshqa keladi. Mana bu kulrangingizchi? Kulrang boyigida 1.200 1.5 million atrofida. Tagidagi bilan zo'r turibdi-ku. Batareyka tigidagi alohida turadi. Ha. Buni ham har xili bor bizda. Mana shu narxini ayting. bor. Rasvitkalari ko'p buni. Narxini ayting shuni. Bu 85 ming donasi turadi. Hozir so'ramadingiz. Bilmay qoldik deydi-da. Keyin mana bu modellarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Rasvitkalariga. Hozir ko'pchilik mamdoqqa narsani qidirib kelishyapti. Bu bizda Trend Passoda do'konimizda bor. Bu ikkitali bo'ladi. Kovrik nabor. Narxi 150 ming so'm. Insizi. Inligi bor 200 ming turadi. Bu ikkitali bo'ladi, sifati juda zo'r. Ha, biz banyaga shuni ishlatyapmiz. Yerga shunday yopishar ekan, Ha, shunaqa. ko'l bo'lmas ekan. Shunaqa narsa. Mana bu ikkita variant. U qancha? Mana shu Shunda bu komplektmi? Mana shu komplekt 150 ming turadi. Buni juda ham rasvitkalari ko'p. Juda ham O'zim zidiga qarab tanlab olaveradi. tanlab olishaveradi. Iltimos endi men uni ham ayting, ko'zim o'ynab ketyapti yonbosh taraflarga qarab. Bular 3,5 million turadi komplekti. Bular original firmaniki, qimmatroq yuradi bu. Keyin bular bu modellarimizda mana bu ham mana bu modellar ham bor. Yangi keldi bular. Bu hamilyon varianti, u tomondagi oq varianti. Bular sifati zo'r. Bularni Olia brendi, qimmat brendlarning luks varianti, Xitoydagi sifati zo'r. Mana bu bilingizchi, bu ham bir neobычный ekan. Bu modelimiz bular 3 million turadi. Komplekti sifati zo'r. Bitta piyolasini olib ko'rsating-da. Mana piyolasi, Kosasi. kosasi. Juda chiroyli. Sifati juda zo'r. Baribir ham aytgan narxingizdan kelishtirasizmi? Ha, kelishtirib beriladi. O'zi maksimum 3 million sotilyapti bu. Undan kamiga sotganimiz yo'q. 3 dan tipi aytiladi, 3 gacha sotilgan. Kelishtirib o'tib beramiz. Chiroyli. Bog'lab qo'ydingizmi o'shani? Endi qanday olib chiqib ketaman mana sovg'alarni? O'sha ushlab turganlaringiz qancha? Mana bu ushlab turibdi-ku bu qiz. Bu vagimalar 1 million 800 ming turadi. Ha. 1 million 800. 12 talik bo'ladi. Uni ham rasvitkalari ko'p. Ko'chi, mana uni narxini aytib bering. Bular 3,5 3,5 million. 79 bo'ladi. Qo'shimcha narsalar ham bor. Kelishtirib qo'yiladi. Yeni firmani. Mana o'zi nechtadan mana o'zi? Lotkasi 4 ta bo'ladi. 4 ta. O, O'zi orqada avvalgi bo'ladi. Qo'shimcha paketga o'tkacha olasan ularning tariqalari boshqacha bo'ladi. mana u yonidagichi? Bu ham shunday. 3,5. Bular yeni firmani originali, shundazarli. Tariqalari Bu tayyor narsalar. Endi bu qancha ekan? Bu ham bir neobычный ekan. Ha, mana buni aytib bering. Qaysi? Bu modelimiz ham zo'r. Bu komplekti tak 2,5 millionga chiqadi. Sifati juda zo'r. Bunga qo'shimcha chashka olsangiz ham bo'ladi. Chashkali ham olib qo'yganman. Shunaqa? Ha, keyin mana choynaklari ham vashi zo'r. Silliq ekan. Ha, vidlari chotki. Yaxshi. 500 ming debdi. Ha, to'g'rimi? Ha, ana uni kanalimni anonsini ko'rsatsam bo'ladimi linkini? Ha, bo'ladi. Mana Instagram, mana shu do'konda Instagram sahifasi mana shu bo'ladi. Trend Passoda Jizzax. Mana Instagramda kuzatuvchilar uchun. Shu do'konning nimasi? Instagram kanali, Telegram kanali ham bor. Telegram kanalingiz nima desa chiqadi? Mana shu tagida Telegram kanali bor. Telegram kanaliga bitta bosilsa, avtomatik Telegram kanaliga ulaniladi. Telegram kanalimiz. Qo'yib yuboriladi.
Shu yerda o'zimning roligimni yakunlayman. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Jizzax bu qaysi bozorda degan savolni oxirida ham berasizlar. Jizzax Orom bozorida 13-qator, 16-do'kon. Kelaverasizlar. Skidkada bo'lgan narsalar ko'p ekan. Salat nissalari narxlari yoqdi menga. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.